Qachonki siz ota-onalik hissini his qilar ekansiz, kutilmagan yangiliklarga tayyor turishingiz kerak. Mana masalan, farzandingizning sog'lig'i bilan bog'liq hodisalarga. Chunki bu hamma ota-onalar uchun kutilmagan voqea. Yana ham eng qo'rqinchli voqealardan biri bu najasda qon borligini payqashingiz hisoblanadi. Salom hammaga, Doktor Hasanov kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda siz uchun muhim bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Ya'ni bolalardagi ovqat hazm qilish tizimidagi qon ketishlarni, uning 7 ta sababini va bu vaqtda qanday harakat qilish to'g'risida aytib o'taman. Siz ungacha shu videoga like bosing va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Shu yo'l bilan qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Taxminan ovqat hazm qilish tizimi muammosiga shubha qilingan bolalarning har 100 tadan 6 tasida najasda qon aniqlanadi. Buning sabablari har xil bo'lishi mumkin. Buni keyinchalik sanab o'taman. Sizga bunday paytda hech kim tashxis qo'yishni so'rashmaydi, lekin siz buni o'zingiz uchun bilib olishingiz kerak. Aslida ovqat hazm qilish tizimidagi qon ketishlar ikki ko'rinishga ega. Birinchisi bu yuqori ovqat hazm qilish tizimidagi qon ketish va ikkinchisi pastki ovqat hazm qilish tizimidagi qon ketishlar. Va shunga qarab qon rangi ham najasda boshqacha bo'ladi. Masalan, yuqori qismda qon ketganda najasning rangi qoramtir ko'rinishga ega bo'ladi. Bunga sabab oshqozonda ishlab chiqariladigan kislota tufayli ham u qora rangga kiradi. Pastki qismdan qon ketganda esa uning rangi och qizg'ish rangdan qirmizi ranggacha bo'lishi mumkin. Qon yana ichak devori uchun ta'sirlantiruvchi vosita hisoblanganligi sababli ba'zi paytlarda qon ich ketishga ham olib keladi. Anal sohasiga yaqin joyda qon ketishlar bo'lsa, siz qon va qon quyqalarini najas yuzasida, hojatdagi unitazda yoki qog'ozda payqashingiz mumkin. Ammo har doim ham najasning rangi o'zgarishi qon tufayli bo'lmaydi. Shu sababli bolangiz nimalar yeganiga, ichganiga va qanday dorilar qabul qilganiga ham ahamiyat bering. Chunki aynan ular najas rangining o'zgarishiga sababchi bo'lishi ham mumkin. Hozir 7 ta ko'p uchraydigan sabablarni sanab o'taman. Birinchisi bu anal sohasidagi yoriq. Buning o'z navbatida kelib chiqishi esa ich qochishi yoki qattiq najas orqali yuzaga keladi. Anal sohadagi yoriqlar albatta hamma yoshda uchraydi. Bu juda og'riqli bo'lishi mumkin, ayniqsa hojat paytida va u qog'ozda yoki najasda qon bilan namoyon bo'ladi. Davolash odatda parhezni o'zgartirish, ya'ni ko'proq tolaga boy mahsulotlarni qabul qilish orqali va ko'p miqdorda suyuqlik ichish orqali, yana ham anal sohada malham yoki mazlar kabi mahalliy dori vositalarini qo'llash orqali oldi olinadi. Og'ir holatlarda jarrohlik aralashuvi zarur bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, oziq-ovqat allergiyasi natijasida bu vaqtda bolalar allergik proktokalitdan, ya'ni ichaklarning yallig'lanish jarayoni tufayli azob chekadi. Yallig'lanish jarayonining yuzaga kelishi esa maxsus allergenlar bilan bog'liq. Mana masalan, mol suti tarkibidagi oqsilni oladigan bo'lsak, 1 yoshli bolaning immun tizimi bu allergenga ta'siri ichaklarning shilliq qavatida yallig'lanish jarayonini paydo qiladi va keyinchalik o'sha yerda yallig'lanish sabab kichik qon ketishlarga olib keladi. Allergik mahsulotlarga misol tariqasida yong'oqni, sut mahsulotlarini, tuxum, sitrus mevalarini va boshqa shu kabi ovqat mahsulotlarini kiritishimiz mumkin. Uchinchisi, bu ichak yallig'lanishi kasalliklari, bularga yarali kolitlar, krona kasalligi va shu kabi boshqa kasalliklarni misol qilib olishimiz mumkin. Bu kasalliklar ko'pincha irsiy hisoblanadi. Oshqozon ichak shilliq qavatidagi yallig'lanish sabab paydo bo'ladigan yaralar bolalarda qon ketishining eng keng tarqalgan sabablaridan biri. Yarali kolit ko'proq yo'g'on ichakni zararlaydi, krona esa ham yo'g'on ichakni, ham ingichka ichakni zararlaydi. Oshqozon ichakdan qon ketish bolalarda yuqorida aytganimdek ich ketishga va og'riqlarga sabab bo'ladi. Kasallikning surunkali tus olishi esa vazn yo'qotishni, anemiyani va umumiy holsizlikni yuzaga keltiradi. Bular parhez, dori-darmonlar va jarrohlik yo'li bilan davolanadi. To'rtinchisi bu Meckel divertikuli. Bu bolalar jarrohligida deyarli keng tarqalgan muammolar hisoblanadi. Bu homiladorlik paytida chaqaloqning ovqat hazm qilish tizimi rivojlanishi jarayonida yuz bergan buzilishlar tufayli ichakda bo'rtma yuzaga keladi. U o'zida oshqozon to'qimalarini saqlashi mumkin. Natijada unda xuddi oshqozondagi kabi kislota ishlab chiqarilishi oqibatida yallig'lanish va qon ketish sodir bo'ladi. Bu asosan og'riqsiz jarayon bo'lganligi uchun uzoq muddat murojaat qilishmaydi.
Odatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu ko'proq kuzatiladi. Davolash jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi va divertikul olib tashlanadi. Beshinchisi bu invaginatsiya. Bu ham bolalar jarrohligida qon ketishga sababchi bo'ladigan favqulodda holat hisoblanadi. Uning yuzaga kelishiga ichaklarning bir qismi ikkinchi bir qismiga kirib qolishi oqibatida qon aylanishini o'sha joyda buzadi. Bu keyinchalik qon ketishdan tashqari jiddiy muammolarga ham olib keladi. Oltinchisi bu poliplar. Ular tug'ma bo'lishadi, irsiy shakllanishi oqibatida yuzaga kelishadi va odatda jiddiy muammolarga olib kelmaydi. Lekin qon ketishi oqibatida anemiyaga sabab bo'lishi mumkin. Yaxshiyamki kattalardan farqli o'laroq bolalarda yo'g'on ichak saratoni deyarli uchramaydi. Muammoli poliplar oddiy kolonoskopiya muolajasi yordamida jarrohlik uslubisiz olib tashlanadi. Yettinchisi bu infeksiyali ich ketish. Bu ich ketishdan so'ng bolaning najasidagi qon ichak shilliq qavatining, ayniqsa yo'g'on ichak shilliq qavatining shikastlanishidan kelib chiqadi. Bu bakterial infeksiya, infeksiyali kolit yoki ichakdagi boshqa yallig'lanish jarayonlarining belgisi bo'lishi mumkin. Tashxis qo'yish va davolash uchun shifokorga murojaat qilish juda muhim bu paytda, ayniqsa isitma, qusish, qorin og'rig'i yoki uzoq davom etadigan ich ketishlar kabi boshqa alomatlar kuzatilsa. Agarda siz bolaning najasida qonni payqagan bo'lsangiz, bu paytda yana nimalarga bolangiz shikoyat qilyapti? Buni aniqlang. Balki qondan tashqari tana harorati ko'tarilgandir, qusgandir, ichi ketayotgandir yoki qotgandir. Xullas, bolaning umumiy holatiga ham ahamiyat berish esingizdan chiqmasin. Chunki qachonki siz shifokorga murojaat qilganingizda bu belgilar mutaxassislarga tezroq tashxis qo'yishga yordam beradi. Va albatta shu yerda aytib o'tishim kerak, agar siz najasdagi qonni payqagan bo'lsangiz, boshqa belgilarning paydo bo'lishini kutib o'tirmasdan tezlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Ya'ni pediatrga. U keyinchalik bolani to'liq ko'zdan kechirgach, lozim topsa bolalar jarrohiga jo'natishadi. O'z boshimchalik bilan buni uyda davolab yurmang. Rahmat ko'rib chiqqaningiz uchun. O'ylaymanki, mavzu foydali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.